Assalomu alaykum do'stlar. Yana bir yangi obyektimizga kelib olganmiz. Mana tomga penalonboz qo'yish jarayoni. Bu joyimizda mana ko'rib turibsizlar, yaxshi holatda chiqyapti. Bemalol mana ustida yurib, mana qo'yib bo'lingan joyda ustida bemalol yurilibdi. Yorilish yo'q, boshqa yo'q. Yaxshi holatda chiqyapti. Bizni kuzatishda davom eting. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Bu mahsulotimizni ko'rib turganlaringdek boshida shunday suyuq holatda quyamiz. Bu quyilgandan so'ng uzog'i 10 minut ichida qatiydi, ustida bemalol yursa bo'ladigan bo'ladi. Toza qurib ketishiga bo'lsa shu 1 oy vaqt kerak bo'ladi. 1 oy ichida yana ham mustahkamlashib, qurib qatib ketadi. Xo'p, bu penalonbozdan tashqari pena-beton xizmatlarimiz ham bor. Uni ham quyib beraveramiz. Kvadrat narxlari 35 ming so'mdan boshlanadi. Qalinligiga qarab narx qo'shilib boradi. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Ba'zi penalonbozimiz mahsuloti mana ko'rib turganlaringiz suv quyiladi, tarkibida gips qo'shiladi, sement qo'shiladi, penasi bo'ladi. Shularda aralashmasi bir boshdan quyilaveradi. Bu quyilgan mahsulot izolyatsiyani 100% darajada ushaveradi. Yozgi kunlarida quyoshning nuri, tomda, shipirda issiqlarni uygacha kirgizmaydi. Qishki kunida bo'lsa, uyda haroratini bir xilda ushaveradi. Tomdan issiqlik chiqib ketmaydi. Mana hozir bir qator bir quyib ham ko'rsatib beramiz. O'zlaring videoda ko'rib baho beraverasizlar. Mana quyish jarayonini o'zlaring bir qator ko'rdilaring. Shunday holatda quyilaveradi. Ushbu videomiz kimgadir manzur bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib tasizlar. Sahifamizga a'zo bo'lib qo'ysalaring, shunaqa yangi obyektlarda videolarni qo'yib boramiz. Videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun barchaga rahmat.